8 yil avval u o'zida g'ayritabiiy kuchlar borligini anglab yetdi. Bor yo'g'i 10 yoshda edi. Uyda kuchini sinab narsalarni havoda uchirayotganida onasi to'satdan kirib keldi. Maqtash o'rniga onasi unga qattiq baqirib berdi. Darhol bu qiliqlarni yig'ishtirib qo'yishni buyurdi. Onasi xotirjam gap boshlab, u bilan uzoq vaqt birga yashashni istaysanmi deb so'radi va Terran "Ha" dedi. Madomiki onasi bilan ko'proq yashashni istar ekan, onasi undan bu kuchni umuman ishlatmaslikka va'da berishni talab qildi. Odamlar oldida bu kuchni sira ko'rsatmasligini uqtirdi. Terran esa nega bunchalik qattiq taqiqlar qo'yilayotganini tushunmay so'radi. Onasi boyagi zodagonlar va ritsarlar haqida ertakni eslatdi. U esa ha deb tasdiqladi. Aslida u kabi maxsus kuchga ega bo'lganlarni xoh zodagon bo'lsin, xoh ritsar, sehrgarlar deb atashadi. Ammo farqi bor, zodagonlar ilohiy zotlarning avlodlari hisoblanadi. Frionlar qadimiy insonlarni qutqarish uchun tushgan zotlar. Boshqa tomondan, ritsarlar esa qoni oddiy insonlar bilan aralashib ketgan zodagonlarning avlodlari. Shu bois sehrgarlar orasida ham zodagonlar va ritsarlar o'rtasida katta farq bor. So'ng onasi unga bu kuchni ishlatish mumkin emasligini, chunki u o'z otasidan meros bo'lib o'tganini tushuntirdi. Uning otasi ritsar edi. Onasi shahardan tashqarida ritsarlarni qul kabi xo'rlaydigan yovuz zodagonlar ko'pligini eslatdi. U doimo sehrgar ekanini sir saqlash kerakligini qat'iy tayinladi. 8 yil o'tdi. Terran esa haligacha o'sha va'dasiga sodiq qolgan. U bu va'dani buzmaydi, chunki o'zini sehrgar deb oshkor qilishga sira qiziqmaydi. To'g'risini aytsa, hatto tog'dan tushib qishloqqa borish niyat ham yo'q. Qishloqda esa ikki bola o'yin qilib, biri sehrgar, ikkinchisi esa yirtqich hayvon bo'lib o'ynashmoqda. To'satdan qishloqning hurmatli qariyasi Rabus kelib qoldi. Bola undan nima qilish kerakligini so'radi. Qariya esa shunchaki istash bilan sehrgar bo'lib bo'lmasligini tushuntirdi. Rabusning aytishicha, sehrgorlar insoniyatning cho'qqisi. Ular eng yuqori martabadan turib odamlarni boshqaradi. Ular o'z ajdodlaridan sirli kuchlarni meros qilib olgan zodagonlar va ritsarlardir. Demak, bu ikki bola hech qachon sehrgar bo'la olmaydi. Qishloqdagilardan biri shu yerda turibdi. Rabusning bolalarga bunchalik ochiq-oydin gapirganidan hamma hayron qoldi. Shu payt u qariyaga yaqinda paydo bo'lgan yirtqich haqida eshitganini aytdi. Rabus buni tasdiqlab, kecha qishloq ahliga mansub rob yirtqichga duch kelganini aytdi. Aytishlaricha, u butunlay qora rangda. Go'yo soyadek hajmi esa uydek keladigan ulkan qoplon emish. Ammo Rabus xavotir olmaslikni buyurdi. Chunki qishloq oqsoqoli allaqachon shaharga sehrgarga borishni so'rab ketgan u, albatta yordamchi olib kelib, maxluqni yo'q qiladi. U kecha o'limdan qanday qolganini eslab, o'zini baxtli deb hisoblaydi. Shunga qaramay Basto bu ishlarni befoyda deb bilib, ritsarlar qarorgohiga qaytishni tanlaydi. To'satdan u tuzog'iga nimadir ilingani haqida ovoz eshitadi. U bolg'asini olib, ovoz kelgan tomonga yo'l oladi. Bir qishloqlik Rabusdan hamma qishloq aholisi bu haqda biladimi deb so'radi. U ha dedi. Haligi odam esa qirlardagi cho'pon Terran bundan xabardormi deb so'radi. Shu paytning o'zida Terran qirda qo'ylarni yostiq qilib xotirjam dam olardi. Terran musaffo osmonga tikildi. Osmonga qarab zerikkanidan noliydi. Atrofda doim bir xil manzaradan charchagan. Turan chuqur xo'rsinib, hafsalasi pir bo'lganini yashirmaydi. Shu ketishda gapirishni ham unutaman, deb o'zicha o'ylanadi. Shu payt Robus yetib kelib, kun botmasdan uxlab yotganini masxara qila boshlaydi. Turan qariyaning gapiga parvo qilmay, quyoshni to'sib turganini aytib chetga o'tishini talab qiladi. Robus uning bunchalik qo'pol ekanligiga ishona olmay, hayron qoladi. U Turandan o'sha eski voqeani hali ham unutmaganmisan deb so'raydi. Ma'lum bo'lishicha gap o'sha mash'um voqea haqida. Turanning onasi vafot etgach, Robus qo'ylarni umumiy mulkka aylantirmoqchi bo'lgan edi. Turan hech ikkilanmay buni sira unutmaganini yuziga soladi. U ochiqchasiga aytadi. Onasidan qolgan merosni baham ko'radigan darajada saxiy emasligini ta'kidlaydi. Ustiga ustak ular yaqin kishilar emasligini eslatib qo'yadi. Hol-ahvol so'rashni bas qilib, nima demoqchi bo'lsa aytib yo'qolishni buyuradi. Turanning sovuqqon javobi qariyaning g'azabini keltirsa-da, yigitning qarashi uni to'xtatib qoladi. Shunda qariya kelish sababini ochiqlaydi. Turanga yaqinda paydo bo'lgan dahshatli maxluq haqida gapirib beradi.
Maxluqning naqadar ulkan va xavfli ekanini tasvirlasa ham, Turan buni pisand qilmaydi. Robus yigitning bu qadar beparvoligidan hayratda axir. Qishloqdagi asosiy nishon aynan u edi. Robus Turanning haddan tashqari jasurligini tan oladi. Bu botirlik qayerdan kelayotganini tushuna olmay boshi qotadi. Qishloq oqsoqoli sehrgarni yordamga chaqirish uchun shaharga ketganini aytadi. Turanni ehtiyot bo'lishga chaqiradi, go'yoki u haqida qayg'urayotgandek. Biroq Turan qariya bilan tortishib ketadi. Uning xavotiri o'ziga emas, balki qo'ylarga qaratilganini yaxshi biladi. Robus g'azabidan portlab ketsa ham Turan gapini aytib bo'lgan bo'lsa tezroq ketishini buyuradi. Hatto og'zidan badbo'y hid kelayotganini aytib, uni masxara qiladi. Qariya chorasiz, boshi egilgancha ortiga qaytadi. Maxluqlar sirli kuch va sehrga ega bo'lgan vahshiy mavjudotlardir. Sergarlar odamlar uchun nima bo'lsa, maxluqlar ham xuddi shunday xavfdir. Turan birinchi marta tirik sehrgarni ko'rish imkoniyatidan hayajonlanadi. Lekin shu bilan birga qishloqdan yordam so'ragan bo'lsa keladigan sehrgar qanchalik kuchli bo'lishiga shubha qiladi. Shunda ham ularning haqiqiy kuchini bilish uchun uni ko'rishga qiziqadi. Oradan ko'p o'tmay Turan qon hidini sezib qoladi va izga tushadi. Ko'p o'tmay u boyaga ehtiyot bo'lishni aytib ketgan qariyaning ayanchli ahvolini ko'radi. U go'yoki qog'ozdek yirtib tashlangan Turan esa unga ogohlantirish uchun kelgan odamning o'zi qurbon bo'lganidan hayron qoladi. Turan o'zining sovuq, hissiyotga boy bo'lmagan nigohi bilan jasadni kuzatadi. Buni oddiy yovvoyi hayvon qilmaganini, bu o'sha maxluqning ishi ekanini darhol fahmlaydi. U xulosasini o'ylab ulgurmay, o'rmondan maxluq paydo bo'ladi. Maxluq xuddi aytishganidek dahshatli edi. Atrofini qorong'u aura o'rab olgan yuzdan vahima yog'ilgan ulkan bir maxluq. Gap maxluqlar haqida ketganda, ularning kuchi shunchalik dahshatki, oddiy odamlar bunga dosh bera olmaydi. Robning o'g'li buni eshitib, qishlog'i barbod bo'lganiga ishonib qoladi. Ammo otasi uni tinchlantirib, sehrgar bu maxluqni yengishni aytadi. U o'g'liga sargar mag'lub bo'lmasligini tushuntiradi. Chunki sehrgarlar birgina so'z bilan maxluqlarni bo'ysundira oladi. Tiran maxluq bilan yuzma-yuz keldi. Unda zarracha qo'rquv yo'q u. Xotirjamlik bilan maxluqqa o'lishni buyurdi. Ulkan to'lqin maxluqqa urilib, uni ortga uloqtirib yubordi. Biroq maxluq avvalgidek qudratli bo'lib qolaverdi. Tiran dovdirab qoldi chunki birinchi zarbasi ish bermadi. U nima qilish haqida o'ylayotgan bir paytda maxluq unga tashlandi. Tiran yana bir buyruq so'zini ishlatdi, lekin maxluq uni atigi bir qadam bilan o'tkazib yubordi. Tiran hayron, ikkita kuchli buyruq ham maxluqqa ta'sir qilmadi. U anglab yetguncha maxluq g'azab bilan hujumga o'tdi. Tiran orqaga sakrab hujumdan qutuldi va jiddiy kirishishga qaror qildi. U cho'pon uslubiga o'tib, qo'lidan g'alati tasmali qurolini chiqardi. Toshni joylab sehr yordamida uni qattiqlashtirdi va maxluq tomon uchirdi. Tosh uchib borar ekan, yana bir buyruq so'zi bilan uning tezligini oshirdi. Snaryad maxluqqa yaqinlashganda, Tiran unga yorib o'tishni buyurdi. Bu zarba shunchalik kuchli ediki, uning ortidan chiqqan to'lqin maxluq tanasini larzaga soldi. Ammo bu hali maxluqni o'ldirishga yetarli emas edi. Maxluq Tiran tomon yugurdi, lekin u nishon ortga bumerangdek qaytayotganini sezmadi. Dahshatli va aqldan ozdiradigan kuch bilan. Tosh Tiran u bilan yuzlashguncha maxluqning boshini ortdan teshib o'tdi. Snaryadning tezligi shunchalik yuqori ediki, maxluq o'lik holda yerga quladi. Tiran esa butun jarayon davomida juda xotirjam qoldi. U jasadni daraga tashlab, qishloqdagilarning ortiqcha shovqinidan zerikib o'ylardi. Ertasi tongda Tiranning oldiga g'azabli qishloq aholisi bostirib keldi. Ular eshikni tepkilab, tashqariga chiqishini talab qilishdi. Aftidan ular uni Robusni o'ldirganlikda ayblashmoqchi. Boshlovchi yigit Tiranning yoqasidan olib uni uyarsiz deb atadi. U Tiranning Robusga shikast yetkazib, maxluqlarga yem qilib tashlaganlikda aybladi. Tiran xotirjam javob berdi. Ularning ayblovlari mantiqli chunki qishloqning qariyalari o'ldi, yoshlar esa qo'rquvdan qochib yurishibdi. Tiran ular uni ayblashayotganini tushuntirdi chunki bu ularning o'z aybini yashirish uchun eng oson yo'l edi. Bu gap uni qattiq g'azablantirdi. U musht tushirdi, lekin Tiran osonlikcha chekindi. Tiran esa qarshi hujumga o'tib kalla bilan urdi va yigitning burnini qonga beladi.
Ich-ichidan Tiran seriga egaligidan xursand edi, chunki bu har qanday muammoni hal qiladi. Agar biror narsani istasa, mana evaziga o'sha narsa amalga oshadi. Hujumchilardan biri tayoq bilan Tiran tomon yugurdi. Lekin Tiran shivirlab yiqilishni buyurdi. Uning istagi amalga oshib, yigit Tiranga yetmasdan chalishib quladi. Tiran qolganlari bilan shunchaki o'ynashdi, chunki ularni jiddiy qabul qilish shart emas. Ularni yengish uchun ortiqcha kuch ishlatish shart emas. Turanning maqsadi oddiy, ularni o'ldirib qo'ymasdan joyiga qo'yib qo'yish. Turan darhol ulardan birining tayog'ini tortib olib, o'zini qalqon qilib ishlatadi va qolganlarini birin-ketin savalaydi. Yakunda esa hammasi osonlik bilan hal bo'ladi. U sehrgar ekanini hech kimga bildirmay, barchasini shunchaki jazolab qo'yadi. Muslashuv tugashi bilan Turan ularni qattiq qo'yishni boshlaydi. Uning aytishicha, bu qadar kuchni Robusning dafn marosimini uyushtirishga sarflashlari kerak edi. Yigitlarni o'shatib qo'ygach, Turan yonlaridagi ayollarga yuzlanib, ular ham urushmoqchimikan deb so'raydi. Ayollar esa darhol qo'llarini ko'tarishadi. Turanga hech qanday janjal kerak emasligini va shunchaki uni ko'rgani kelishganini aytishadi. Ularning erkaklar kabi kurashishga jur'ati yetmaganini ko'rgan Turan bunga unchalik ahamiyat bermaydi. Ayollarga esa hamrohlarini tog'dan pastga sudrab ketishni buyuradi. Uyiga qaytgan Turan xotirjam bo'lsa ham tinchlik uzoqqa cho'zilmasligini biladi. Qishloqqa savdoga borganida bular hali o'ch olmoqchi bo'lishadi. Ammo Turanning parvoyi palak kerak bo'lsa, yana mushlab o'z haqini olib oladi. Turan shunchaki ishonadi. Yaxshilab darsini berib qo'ygandan keyin boshqa hech kim uni bezovta qilmasligi kerak edi. Lekin gapini tugatmay turib eshik taqillaydi va u g'azab bilan eshikni ochadi. Ko'rgan narsasi esa uni ajablantiradi. Eshik oldida turgan odam umuman qishloq ahliga o'xshamasdi. Turan kimligini so'raganida u sayohati davomida kichik bir iltimosi borligini aytadi. Ammo Turanning kayfiyati joyida emasligini ko'rib, noqulay vaziyatga tushib qoladi. Turan kechirim so'raydi va sal avval mehmondorchilikka kelgan No'rin mehmonlarni eslaydi. Ichidan esa Turan o'zini qanday tutayotganini ham bilmaydi. Qishloqdagilar bilan gaplashmasligiga qaramay, onasining tarbiyasi baribir o'z so'zini aytadi. Vaziyatni yumshatishga harakat qilib, Turan begona odamni agar tunashga joy qidirayotgan bo'lsa, ichkariga taklif qiladi. Ko'p o'tmay Turan mehmon uchun haqiqiy bazm uyushtirib dasturxon yozadi. Ovqatlanish jarayonida ular suhbatga kirishib ketishadi. Turan qishloqdagilar bilan nega gaplashmasligini umri tog' bag'rida o'tganini aytib beradi. Axir u yoshligidan cho'ponlik qilib keladi. Boshqa joylardan bu kichik qishloqqa sayyohlar kelishi o'zi bir g'alati holat edi. Ajablanarlisi shundaki, mehmon uning tarbiyasini maqtaydi, yolg'iz o'sgan bo'lsa ham. Odobli ekanini ta'kidlaydi. Turan esa sirni ochadi. Bularni onasidan o'rganganini, ammo u kasallik tufayli vafot etganini eslaydi. Begona kishi hurmat bilan imo qiladi va taskin beradi. Turanga onasi jannatiyligini, chunki shunday yaxshi farzand tarbiyalaganini aytadi. Suhbat tobora samimiy tus oladi. Nihoyat Turan uni bu chekka qishloqqa nimalar yetaklab kelganini so'raydi. Mehmon esa muhim bir shartnoma bo'yicha kelganini aytadi. Qishloqdagi yovuz maxluqni yo'q qilish kerakligini aytib, o'zining sehrgar ekanini oshkor qiladi. Turan buni eshitib karaxt bo'ladi va bu aynan o'zi bilgan sehrgar Robus ekanini tushunadi. Sergar Turanga qarab aytadi. Unda savol borligini, Turan esa istalgan narsani so'rashi mumkinligini aytadi. Sergar qishloqda maxluqni sezayotganini, ammo uni ko'ra olmayotganini tushuntiradi. Eng g'alati Taran bo'lib o'tgan voqealarni bilsa-da ham, on xotirjam. Sergar esa Taran monster uchun ideal nishon ekanligini aytadi, lekin yigitda qo'rquv alomati yo'q. Sergar Taranga qarata shunday deydi. Hech qachon shaharni tark etmagan cho'pon uchun u juda jasur va xotirjam ko'rinadi. Jiddiy ohangda Sergar Taran kimligini so'raydi. Sergar to'satdan Taran sergarmi deb so'raydi. Bu esa yigitni darrov o'zini oqlashga majbur qiladi. Xotiralarda u onasidan agar kimdir sehrgar ekanini bilsa, nima bo'lishini so'ragan edi. Onasi bunga javoban cho'ponlardan foydalanadigan yomon zodagonlar haqida gapirib beradi. Agar zodagonlar cho'pon bo'lsa, ritsarlar ular boqadigan itlar kabidir deydi u. Ular seni oiladek yaxshi ko'rib erkalashi mumkin, lekin kerak bo'lganda seni qurbon ham qilishadi. Onasi unga bunday taqdirni ravo ko'rmasligini aytadi.
Va u yana bir narsani ta'kidlaydi. Hech kim, ayniqsa boshqa sehrgarlar, uning sehrgar ekanini bilmasligi kerak. Agar ular bilib qolsa deb ogohlantiradi u. Seni onangdan tortib olib o'zlarining itiga aylantirishadi va istalgan vaqtda uloqtirib tashlashadi. Onasi sir ochilib qolmasligi uchun odam o'ldirishga ham to'g'ri kelishini uqtirgan edi. Va hozir Taran aynan shu yo'lni o'ylamoqda. Sergar Taran yuzidagi sovuq ifodani ko'rib turibdi va u nega savolga javob bermayotganini so'raydi. Taran unga hujum qilmoqchi bo'lganida sehrgar vaziyatni yumshatadi. Barchasi hazil bo'lganini aytadi. Ammo yigitning sovuq nigohi hazilning mazasini qochirdi. Taran hayron bo'lib tinchlanadi va hazilni tushunmagani uchun uzr so'raydi. Shunda Sergar uni doldiratib qo'ygani uchun o'zi uzr so'rash kerakligini aytadi. Taran kulimsirab sehrgardan birinchi bor hazil eshitayotgani uchun esankirab qolganini tan oladi. Sergar hali tanishib ham olmaganlarini eslatadi va u o'zini kezib yuruvchi Kyorn deb tanishtiradi. Ikkalasi qo'l siqishadi va Taran ham o'zini tanishtiradi. Taran 18 yoshga to'lishini, Kyorn esa 75 yoshdaligini aytadi. Taran bunga ishonmaydi, chunki Kyorn yosh ko'rinadi. Kyorn esa sehrgarlar oddiy odamlardan sekinroq qarashini tushuntiradi. Ular uzoqroq yashashadi. Taran esa u qanday qilib darbadar bo'lib qolganini so'raydi. Kyorn 60 yil Arabian oilasiga xizmat qilganidan so'ng hammasini tashlab hech qayerga bog'lanmay kezib yurishga qaror qilganini aytadi. Taran sezmay qoladi-yu, Kyorn bilan dildan suhbatlashib ketadi. Notanish odam bilan shunchalik erkin suhbatlashishi uni hayratda qoldiradi. Vaqt allaqachon kech bo'lganini anglagan Kyorn yo'lga tushishi kerakligini aytadi. Kyorn stol ustiga Arabian kumush tangasini qo'yadi. Bu eng sof kumush ekanini va ovqat pulini qoplashini aytadi. Taran minnatdorchilik bilan tangani oladi va Killonning oviga omad tilaydi. Killon Taranga buni xayrlashuv deb qabul qilmaslikni aytadi. Balki yo'l-yo'lakay yana ovqatlanib ketish uchun kelib qolar. Ertasi kuni tongda Taran qo'ylarini boqish uchun dalaga otlanadi va u har qachongidan ham tetik ko'rinadi. Bu tushunarli, chunki bu uning ilk bor sehrgar bilan gaplashishim, o'zimni bunchalik erkin his qilaman deb o'ylamagandim. Turan tan oladi Killon uchrashgan. Barcha kattalardan ko'ra ancha qiziqroq va hazilkash odam. Killon qaytishidan bir kecha avval o'zi bilan ov qilgan o'ljasini olib keldi. Turan esa uni shunchaki yaxshi inson degan xulosaga keldi. Turanning nazarida ritsarlar kekkagan zodagonlarni hissiyotdan mahrum ovchi itlar edi xolos. Killon tepalikda boshqa yirtqich qolmaganini qanday tushuntirishni bilmay hayron qoldi. O'sha oqshom Killon o'rmonni tekshirib jang izlarini payqab qoldi. Ammo atrofda hech qanday yirtqich borligini sezmadi. Kesilgan daraxtlar orasida toshning g'alati tarzda joylashib qolganini ko'rdi. Nahotki bu yirtqichni kimdir allaqachon yo'q qilgan bo'lsa, shu bilan birga bu ishni kim qilganligi uni qiziqtirib qo'ydi. Balki qishloq oqsoqoli bu ishni undan bo'lak yana bir sehrgarga topshirgandir. Har qalay, bu yaxshi yangilik. Yirtqich o'lgan bo'lsa, xavf yo'qolgan. Asosiysi hudud xavfsiz qolgani esa ikkinchi darajali masala. To'satdan g'alati hid keldi va u ortiga o'girilib qaradi. Turan yengan o'sha qoplon yirtqich unga qarab kelayotgan edi. Ahvol chigallashdi. Yirtqich arvohga aylangan. Killon esa buni kutmaganidan sarosimaga tushdi. Kimdir bunchalik vahshiy ishni amalga oshirishini xayoliga ham keltirmagan. Nimalar bo'layotganini anglashga urinib turganida yirtqich tashlandi. Killon esa shoshib orqaga sakrashga majbur bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, agar yirtqich o'ldirilib, tanasidagi mana tarqatib yuborilmasa, u arvohga aylanadi. Sergorlar uchun bu oddiy haqiqat. Hamma buni bilishi kerak edi. Yirtqich yana qayta hujumga o'tdi. Killon zarbani qaytarish uchun havoga sakradi va aniq tasdiqladi. Bu ishni qilgan odam aynan sehrgar ekanligiga amin bo'ldi. Lekin nega uni shunday arvohga aylantirib qoldirib ketganini tushunmadi. Balki u tajribasiz yangitadan biridir, deya o'yladi. Ammo bunday bo'lish mumkin emas axir. Yangitadan bunday kuchli yirtqichni yengish imkonsiz. Nega arvohga aylanganini tushuna olmay, Killon boshi qotdi. Xullas, uni yo'q qilishdan boshqa ilojim yo'q degan qarorga keldi. Serli o'quzdi, biroq kutilmaganda raqibi hujumni osonlikcha yutib yubordi. Killonning ko'zlari kattalashib botib qoldi. Bu degani, yirtqichning mana quvvati o'zinikidan ham kuchliroq. Ko'z ochib yumguncha yirtqich g'oyib bo'ldi. Vahima boshlandi, chunki u keyingi hujumni qayerdan kutishni bilmasdi.
To'satdan ortidan paydo bo'lib kuchli zarba bilan tashlandi. Killon zo'rg'a chekindi, lekin baribir jarohat oldi. Endi tushundi, bu shunchaki ritsar kuchi yetadigan raqib emas. Kuzatib aynadiki, bu yerda g'alaba qozonish uchun kamida quyi martabali zodagon bo'lish kerak. Qo'rquvdan yuzidan sovuq ter oqardi. Bunaqa olis qishloqda bunday yirtqichga duch kelishni tushida ham ko'rmagandi. Vaziyat o'ta xavfli. Killon o'zini o'limga mahkum deb hisoblay boshladi. Biroq yolg'iz o'lish niyati yo'q. Imkon topsa bu maxluqni ham o'zi bilan olib ketadi. Barcha bor kuchini, butun manasini qo'liga jamladi. Maxluq yana bir bor hujum qilsa, uni to'g'ridan to'g'ri sanchib o'ldirishni rejalashtirdi. Aynan shu payt maxluq kutganimizdek harakat qildi. Killon esa o'zini fido qilib uni to'xtatish uchun oldinga otildi. Maxluq unga yetib kelishiga sanoqli soniyalar qolgandi. Uzoqdan kuchli sehrli zarba kelib, maxluqni bir lahzada kesib o'tdi. Bitta zarba bilan uni yer tishlatdi. Killon yengil tortdi. Birdan orqasidan tanish ovoz eshitildi. Hammasi joyidami? Killon hayrat ichida ortiga o'girildi. Tiran aslida sehrgar bo'lib chiqqaniga ishongisi kelmasdi. Tiran buni tasdiqladi. Killon esa nega buni yashirganini so'radi. Tiran jim qoldi. Killon esa savolini boshqacha tarzda qaytardi. Nega unga yordam berding? Shunchaki ketib qolishing ham mumkin edi-ku? Tiran buning sababini aytishga qaror qildi. Keling bilib olamiz. Voqea o'tgan tun Killon ovdan yovvoyi hayvon bilan qaytgan paytga borib taqaladi. Tiran unga savol berdi. O'z qobiliyating bilan pul topsang bo'lardi, nega qahramonlik qilasan? Shunda Killon qishloqdagilarning ahvoli haqida gapirdi. Ular chegarada hech qanday himoyasiz, achinarli ahvolda yashashmoqda. Tiran buni uning aybi emasligini aytdi, lekin Killon Xudo qudratini meros olgan sehrgar ekanini eslatdi. Shu bois oddiy odamlarni himoya qilish uning burchi ekaniga ishonadi. Killon hamma sehrgarlar ham bunday o'ylamasligini tan oldi. Har kimning o'z qarashi va o'z yashash tarzi bor albatta. Endi esa yana hozirgi damdamiz. Tiran Killonning o'sha kecha aytgan gaplarini eslatib, har kimning o'z yo'li borligini aytdi. To'satdan maxluq yana hujumga o'tdi. Ular zo'rg'a chekinishga ulgurishdi. Killon Tiranga bu maxluq bilan olishib bo'lmasligini tushuntirdi. Chunki u bilan faqat zodagonlar darajasidagilar jang qila olardi. Tiran qishloq oqsoqoliga xabar berish uchun qochishni, o'zi esa maxluqni ushlab turishini aytdi. Killon ichidan xavotirda edi. Bu maxluqni yengib bo'lmasdi. Lekin baribir o'z vazifasini bajarishdan boshqa chorasi yo'q edi. Shunda Tiran xotirjam qilib, oxirgi zarbasi o'xshagan bo'lsa, xavotirga o'rin yo'qligini aytdi. Demak, qo'rqadigan hech narsa yo'q. Killon shokka tushdi axir. Tiran o'zining to'liq kuchini ishlatmagan ekan-ku. Killon qotib qoldi. Tiran shunchaki zodagonlar darajasida emasdi. U balki ulardan ham yuqoriroq kuchga ega edi. Killon Tiran havoda manani yig'ib, halokatli hujumga tayyorlanayotganini kuzatib turardi. Aynan shu lahzada Killon kimning yonida turganini angladi. Dunyoni ustun qila oladigan kuch egasi yonida. Shu bilan birga Tiran o'z chegaralarini bilish uchun bor kuchini ishga solmoqchi edi. Mana toshib ketdi. U atrofidagi toshlarni yig'ib sharpaga qarshi qurolga aylantirdi. Killon uni yolg'iz qoldirmasligini aytdi, qanchalik iqtidorli bo'lmasin. Sharpa juda kuchli va xavfli raqib edi. Killon birlashish kerak deb o'yladi. Ammo Tiran hujumini ko'rib, fikridan darhol qaytdi. Bu juda dahshatli kuch edi. U shunchaki xalaqit berishini tushunib yetdi. Endi yagona yo'l Tiran iqtidorining ochilishiga imkon berish edi. Tiran hujumi kuchli zarba berdi, lekin chang bosilgach sharpa hali ham tirik edi. Tiran hayron bo'ldi. Killon esa sharpani jismoniy hujum bilan o'ldirib bo'lmasligini tushuntirdi. Turan Kyorndan ahvolni so'radi. Uni jismoniy hujumsiz yo'q qilish kerak. Kyorn esa faqat olov yoki chaqmoq ish berishini aytadi. Turan maslahatga amal qilib maxluqni yondirishga urinadi. Lekin hech narsa o'zgarmaydi. Kyorn esa u xato qilayotganini ta'kidlaydi. Kyorn sergarning oddiy qoidalarini bilmasligiga hayron qoladi. Sehrni tirik mavjudotga to'g'ri yo'llash kerak. Jarayonni to'g'ri boshlash eng muhim talab. Sekin-asta tong oqara boshlaydi. Kyorning xayoliga bir fikr keladi. Balki maxluqni o'ldirib, uni arvohga aylantirgan aynan Turandir. Arvoh esa Turanni tutish uchun atrofni vayron qilmoqda. Ammo Kyorn bir haqiqatni anglab yetdi Turan. Umrida bir marta ham mana yutmagan. Kyorn darhol Turanga olovni yoqmaslikni buyuradi. U olovni hosil qilib, so'ng uni otishi kerak edi.
Turan aytilganini qilib kaftida olov to'pladi. Sergar uchun olov yaratish oddiy hol, lekin uni boshqarish uchun maxsus tayyorgarlik kerak. Biroq u hayratdan yoqa ushlaydi. Turan hech qiynalmasdan olov sharini yaratib berdi. Turan olovni arvohga otadi va kuchini tobora oshira boshlaydi. Arvoh azobdan baqiradi, Kyorn esa to'xtamaslikni buyuradi. Manani oshirib bor. Arvohdan asar ham qolmasligi kerak. Turan bosimni bir maronda ushlab turadi. Yuzida xotirjamlik bilan arvohni qop-qora suyakka aylanguncha yondiradi. Kyorn shohda ular bunchalik kuchli raqibni yengib chiqishdi. Oddiy to'q cho'poni zodagonlar ham qiynaladigan arvohni shunchalik oson mag'lub etganiga Kyornning ishonchisi kelmaydi. Turan hammasi tugadimi deb so'raydi. Kyorn esa yana boshqa arvoh chiqmasligi uchun darhol manani yutishni buyuradi. Turan buni qanday qilishni bilmasligini aytadi. Kyorn ichkaridagi narsani so'rib olishni tasavvur qilish kerakligini tushuntiradi. Turan buni tushunib qo'lini cho'zadi. Shu zahoti mana maxluq tanasini tark etib, Turanning ichiga oqib o'ta boshlaydi. Kyorn biroz rohatlanish his qilish kerakligini aytadi. Turan esa avvaliga bularning hammasiga ishonmaganini tan oladi. Kyorn chiday olmay so'raydi. Bu haqiqatdan ham birinchi marta mana, yutishingmi? Turan esa ha deb javob beradi. Odatda uyg'onishdan keyin mana yosh o'tishi bilan sekin o'sadi. O'sishning eng tez yo'li dushmanlarni o'ldirib, ularning manasini tortib olish. Ammo eng hayratlanarlisi bu Turanning ilk mano yutish jarayoni edi. Va u allaqachon sehrni bunday darajada boshqara olyapti. Bu Turanning salohiyati oddiy emasligidan dalolat berardi. Kyorn birdan Turanning ismini aytib, odobsizligi uchun uzr so'raydi va qaysi xonadonga mansubligini so'raydi. Turan esa avval yaralangan qo'lini davolashni buyuradi. Kyorn bunga mutlaqo shokda. Uyga qaytgach, yarani tozalab, bog'lab qo'yishadi va Kyorn uni ortiqcha asabiy qilgani uchun uzr so'raydi. Biroq Turan unga yana bir bor eslatib o'tadi. U hech qanday oliyjanob xonadondan emasligini aytadi. U hatto otasi kimligini ham bilmaydigan oddiy cho'pon xolos. Kyorn esa bunday kuchli odam nima uchun cho'ponlik qilishini tushunmay hayron qoladi. Kyorn Turanni ishontirmoqchi bo'ldi. Uning maqsadi pastga urish emas. Biroq bu yo'l unga mutlaqo yarashmasligini ochiq aytdi. Tiran onasining aynan shu narsani so'raganini oshkor qildi. Onasining so'zlariga ko'ra, zodagonlar sehrgarlarni faqat ish quroli deb bilishadi. Buni eshitgan Kyorn onang haqiqatdan ham donishmand ekan dedi. Tiran hayron qoldi, chunki Kyorn onasini haddan tashqari ehtiyotkor deb o'ylashini kutgandi. Kyorn tushuntirdi. Sehrgarlarning kuchi katta va bu muqarrar nizolarga sabab bo'ladi. U yillar oldin buyuk zodagonlar uylari o'rtasida yuz bergan urushni esladi. Bu Arabian xonadoni ishtirokidagi urush edi. O'zi xizmat qilgan xonadon va buyuk zahar uyi o'rtasidagi to'qnashuv. O'sha urushda qancha odam halok bo'lganini, 3000 Arabian ritsarlaridan 900 tasi qaytmaganini aytdi. Afsuski Kyorn uchun qadrli bo'lgan barcha insonlar o'sha qurbonlar orasida edi. U o'lganlar orasida suyukli rafiqasi va farzandi ham borligini tilga oldi. Kyorn omon qolgan yagona tirik guvoh edi. Shuning uchun onang haq bo'lgan ritsarning hayoti tez va behuda tugashi mumkin. Oddiy odamlarnikidan ham osonroq va ma'nosizroq yo'q bo'lib ketadi. Lekin Kyorn yana bir narsani qo'shdi. Onang sening qobiliyating borasida yanglishgan. Tiran esankirab qoldi. Kyorn esa o'zining o'rtami Yonar ritsar ekanini tan oldi. Ammo Tiran u yenga olmagan yirtqichni mag'lub eta oldi. Kyorn uning potensiali oddiy ritsarniki emas, aynan zodagonlarnikiga xosligini aytdi. To'g'risini aytganda, sening qobiliyating eng yuqori darajada. Tiran onasi unga otasi ritsar bo'lganini aytganini eslatdi. Lekin hozir bu gap yolg'on ekanini tushunib turibdi. Biroq Kyorn zodagon oilalarida ham ritsardan ham battar bolalar tug'ilishini tushuntirdi. Aksincha ritsarlar orasida ham zodagonlarga teng keladigan aql bovar qilmas iste'dodlar chiqadi. Kyorn Tiranga bu tepalikdan ketgani ma'qulligini maslahat berdi. Tiran sababini so'raganda dunyoga ko'proq zodagonlar va ritsarlar kerak deb javob qildi. Odamlar hali eng yuqori pog'onada emas. Xudolar tomonidan siqib chiqarilgan o'zga irqlar yana qaytish fursatini poylab turishibdi. Mana shu halokat xavfi o'rtasida zodagonlar esa hali ham o'zaro urush bilan band. Kyorn aynan shuning uchun senga o'xshagan kuchli va mard zodagonlar kerakligini ta'kidladi. Kyorn eshikka qarab, Tiran cho'ponlik qilib yashashdan rostdan ham qoniqasizmi deb so'radi.
Tiran bir lahza o'yga toldi va tog'dan pastga tushsa, nimalarga erishishi mumkinligini qiziqib so'radi. Kyorn esa hammasi faqat sening xohishingga bog'liq dedi. Shuhratdan tortib oilagacha bari qiyin, lekin hammasi sening tasavvuringga havola. Kyorn uydan chiqib ketar ekan, u kabi sargardon bo'lishing ham mumkinligini aytdi. Odamlarga xavf soladigan yirtqichlarni qirib yoki noma'lumlik sari yo'l olgan izlanuvchi bo'lib, hattoki biron xonadonga asrab olinib, hokimiyat yo'lidan ham yurishing mumkin. Tiran Kyorn ortidan ergashib, uning gapi to'g'riligini aytdi. Tepalikda qo'y boqqandan ko'ra, katta dunyoga chiqish qiziqroq bo'lardi. Tiran ilk bor tashqi dunyoga qiziqib qolganini tan oldi. Kyorn esa u allaqachon ortiqcha kutishlar bilan o'zini qiynayotgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Lekin unga o'z imkoniyatlari darajasida yordam berishni va'da qildi. Horn to'satdan Turanning qon bilan bog'liq maxsus qobiliyati haqida so'radi. Ammo Taran bu nimaligini tushunmay hayron bo'lib qoldi. Kyorn uni bunday savollar bilan siqib qo'yganidan uzr so'radi. Axir u Taran sehr borasida mutlaqo xabarsiz ekanligini unutib qo'ygandi. Kyorn tushuntirishicha, qon nasl qobiliyati bu ajdodlardan, Fryanlardan meros qoladigan belgi. U gapida davom etib shuni ta'kidladi. Aynan shu qon nasl ritsallar va zodagonlar o'rtasidagi asosiy farqdir. Kyorn so'radi, zer ishlatganda oson va tabiiy tuyulgan biron kuch bormi? Yoki umuman ser talab qilmaydigan o'zgacha bir iqtidoring bormi? Taran o'ylab ko'rib, o'tkir hid bilish qobiliyati va tosh otishdagi mahoratini aytdi. Kyorn esa uning hid bilish qobiliyati haqiqiy nasl qobiliyati ekanini aytdi. Tosh otish esa bu Arabian xonadoniga xos bo'lgan o'ziga xos xususiyatdir. Bu oddiy hol bo'lsa-da, Kyorn yana ko'proq ma'lumot berishini so'radi. Barcha yashirin qobiliyatlarni birma-bir ochiqlab berdi. Taran Kyornning yuz ifodasi birdan o'zgarganini sezib qoldi. Taran sababini so'raganida Kyorn uning qaysi xonadonga mansubligini anglaganini aytdi. Taran hayajon bilan qaysi xonadon ekanini so'radi. Kyorn sovuq ohangda bu Arabian bilan urushgan buyuk Sahar xonadoni ekanini aytdi. Taran bu nomni eshitishi bilan Kyornning munosabati nima uchun keskin o'zgarganini darrov tushundi. Kyorn nafratlanadigan xonadondan chiqqaniga o'zi ham ishona olmasdi. Taran bunday holatda nima deyishni bilmay sarosimaga tushdi. Uzr so'ramoqchi bo'ldi, lekin bu ishlar o'zi tanimaydigan qarindoshlari qilmishi ekanini angladi. Demak, ular uchun u shunchaki begona. Kyorn uning xavotirli yuziga qarab, yelkasiga sekin urib qo'ydi. O'sha urushda o'zi qatnashmagani uchun ortiqcha tashvishlanmasligini aytdi. Taran o'zini oqlash uchun bir nima demoqchi bo'ldi. Lekin Kyorn bularning bari kattalar hal qiladigan ishlar ekanini ta'kidladi. Qonni qon bilan yuvib bo'lmasligini aks holda urush hech qachon tugamasligini tushuntirdi. Taran Kyorndan tog'dan pastga tushishni maslahat bergani uchun afsuslanmayaptimi deb so'radi. Kyorn rostini aytdi. Taran kuch ortidan quvsa, Sahar xonadoniga qo'shilishi muqarrar. Biroq Kyorn uning ichki dunyosiga va insoniyligiga to'liq ishonadi. Taran nima demoqchiligini tushunmay qolganida, u insoniylik haqida gapirayotganini tushuntirdi. Axir aynan o'sha ezgulik uni yirtqich changalidan qutqarib qolgan edi. Bundan tashqari Taran butun umr yashirib kelgan sirlarini ochib tashladi. Kyorn esa agar Taran kabi inson Sahar xonadonida kuchga ega bo'lsa, kelajakda qonli urushlarning oldini olish mumkinligini aytdi. Kyorn shu zahoti ortiga o'girilib ketishga chog'landi. Taranga bu haqda ko'p o'ylamaslikni tayinladi. Taran hali Sahar xonadoniga qo'shilish yoki qo'shilmaslikni hal qilmagani uchun Taran uni to'xtatib qoldi. Endi fikrlari tiniqlashganini va tog'dan pastga tushishga qaror qilganini aytdi. Kyorn to'g'ri qaror qabul qilganini maqtadi, lekin Taran darhol ketmasligini bildirdi. Kyornning jarohatlari butunlay tuzalmaguncha u bilan qolishini aytdi. Kyorn bu so'zlardan taajjublanib, Taran haqiqatdan ham yaxshi inson ekanini tan oldi. Kyorn Turanga sehrli dunyoning asoslarini tushuntirib berish uchun stolga o'tirdi. Sehr ishlatish uchun avvalo mana kerakligini aytdi. Shu sababdan ham mana qudrat kaliti deb ataladi. Lekin bu nomiga yarasha cheksiz qudrat emas, sehrga mos mana kerakligini uqtirdi. Turan darrov sehr uchun qanday mana talab qilinishini so'radi. Kyorn esa asosiy qoidalarni ochib berdi. Sehr qiyinligi asosan 3 ta omilga bog'liq. Birinchisi qon nasl, ikkinchisi moyillik, uchinchisi esa sababiyat. Qon nasl bu tug'ma qobiliyat bo'lib, ota-bobodan o'tadi. Bu ko'pincha ritsallar emas, balki zodagonlar uchun xos.
Kerin buni hayotiy misol bilan tushuntirdi. Turan Rivista oilasidan bo'lmagani uchun yarani sehr bilan davolashi qiyinligini aytdi. Endi ikkinchi omil moyillikka kelsak. Kerin buni odat va ko'nikma bilan tenglashtirdi. Sergar o'zi ko'p ishlatgan va yaxshi ko'rgan ishini oson bajaradi. U olov sharini xuddi tosh otgandek oson yaratdi. Turan ham buni tan oldi. Agar Turan o'zicha olov yasamoqchi bo'lsa, bunday tezlikka erisha olmasdi. Eng qiyini sababiyat uni Kerin ham to'liq tushunmaydi. Kerin Turandan qiziq bir narsa so'radi. Agar meni shunchaki mana bilan o'ldirmoqchi bo'lsang nima bo'ladi? Turan esa boshimdan nur chiqib, hammasi tamom bo'ladi deb javob berdi. Kerin aynan sababiyat yetishmagani uchun shunday bo'lishini tasdiqladi. U stoldagi chashka ustiga qo'l qo'yib, ichidagilarni qaynata boshladi. Shunday qilib tushuntirdiki, Agar istalgan natija uchun aniq sabab bo'lmasa sehr ishlamaydi yoki erishmoqchi bo'lgan narsang o'ta qiyin bo'lsa. Turan esa hammasini chaqib olganini aytdi. Demak, Keranni o'ldirish uchun shunchaki o'limni istash emas, balki olov yaratib uni otish kerak. Turan chashkani yondirib, aynan shu yo'l bilan o'ldirish osonroq, dedi. Chunki olov otish shunchaki o'lim tilashdan ko'ra tabiiyroq jarayon. Kerin Turinning bunday tez tushunib olganidan mamnun bo'ldi. Hatto uni sergar emas professor bo'lish kerak edi, deb hazillashdi. Turan hayvonlarni boshqara olsa-da, nega maxluqlar sababiyatga muhtojligini so'radi. Kerin buni ularning mana tuzilishi bilan bog'liq deb tushuntirdi. Ikkalasi sehr qonuniyatlari haqida uzoq va zerikarli suhbatni davom ettirishdi. Oxirida Kerin zahar naslining maxsus sehriga to'xtaldi. Ular yashirinish va iz kuzatish bo'yicha ustalardir. Kerin buni sinab ko'rishni taklif qildi. Turan rozi bo'ldi. Turan yashirinishni tiladi va Kerin hayratidan yoqa ushladi. Turan ko'rinmas holatdan qaytgach, Kerin xavotir bilan gap boshladi. Bunday qobiliyat haqiqatdan ham qo'rqinchli ekanini tan oldi. U Turanga buni eslatdi. Urush paytida aynan shu qobiliyat ritsarlarni vahimaga solgan edi. Lekin Kerin barcha narsaning o'z zaif tomoni borligini eslatib qo'ydi. Killon Turanga sehrli mashg'ulotlar sirlarini o'rgatishini aytadi. Turan esa hayron dushmani oilasidan bo'lgan jodugarga buncha bilim nega Killon uni davolab qutqarganini, qolaversa Turanning vijdoniga ishonganini ta'kidlaydi. Birozdan so'ng Turan qishloqqa yo'l oladi. Qo'ylarni sotib, bu yerdan ketish rejasi haqida xabar beradi. Narsalarini allaqachon yig'ishtirib bo'lgan qishloq oqsoqoli esa sarosimada. Mashvaratsiz o'z bilganicha qaror qabul qilganidan hayratda. Turan esa unga chopon topishni maslahat beradi, chunki u o'z mulki bilan nima qilishim hech kimni qiziqtirmasligi kerak deb hisoblaydi. Ammo shart qo'yadi. Qo'ylarni munosib narxga sotib olinglar. Aks holda barchasini qo'yib yuboraman. Turan ularga bemalol ularni tutib olishga urinib ko'rishlarini aytadi. Lekin bu ularga juda qimmatga tushishini yaxshi biladi. Qishloq oqsoqoli g'azabda. Ammo Turan so'zida turadigan yigit uni ortiqcha asabiylashtirishdan foyda yo'qligini tushunadi. Oqsoqol ilojsiz pulni to'laydi va qilaverishni aytadi. Shundan so'ng Kayorn va Turan yo'lga tushishadi. Turan birdan qishloqdagilar Kayorndan qarzdorligini eslab qoladi. Kayorn esa u yirtqichni o'zi yengani uchun mukofotni talab qilmasligini aytadi. Ko'p o'tmay ular chorrahaga yetib kelishadi. Kayorn bu yerda xayrlashish vaqti kelganini bildiradi. U yolg'iz yurishga o'rganganini aytib, Turanning taklifini rad etgani uchun uzr so'raydi. Turan buni to'g'ri tushunadi va barisi uchun minnatdorchilik bildiradi. Ikkalasi vidolashadi Turan. Keyingi yil tabassum bilan ko'rishishga umid qiladi. Kayorn uzoqlashib ko'zdan g'oyib bo'ladi ekan. Turan o'zida har doim ota mehriga bo'lgan chuqur sog'inch borligini anglab yetadi. Turan safarini davom ettiradi cho'l o'rtasida. Uzoqdan g'alati guruhni ko'rib qoladi. Balki ular qishloqma-qishloq yuradigan savdogarlardir deb o'ylaydi. Turan ulardan yo'l so'rash uchun yaqinlashishga qaror qiladi. Guruhdagilar Turonni ularga qarshi chiqdi deb gumon qiladi. Lekin u yolg'iz sayohatchi ekanini, yaqin shaharga yo'l kerakligini tushuntiradi. Ko'zi bog'liq odam unga kelgan yo'lidan qaytishni aytadi. U Muray ismli shaharga yetib borishini ma'lum qiladi. Turan minnatdorlik bildirib yo'lidan chetga chiqadi. Biroq ketmoqchi bo'lganida haligi odam uni to'xtatadi. Ma'lumot bepul emas, evaziga bir narsa berishi kerakligini aytadi. Turan ko'z ochib yumguncha ular qurshovida qoladi va hammasi qurollangan. Shunda u qarshisida qaroqchilar turganini tushunadi.
Ko'zi bog'liq odam bu yerda birov o'lib ketsa hech kim ajablanmasligini po'pisa qiladi. U Turranni narsalarini topshirishga majbur qiladi. Hozircha yaxshilikchi, chunki uni o'ldirish bilan bosh qotirishni istashmaydi. Turan esa ularni dahshatga soladi. Qotil yovuzlar bo'lganingiz uchun. Sizlarni shunchaki mashq uchun ishlatib ko'rsam bo'larkan deydi va yuzidagi yovuz tabassum ularning vujudiga titroq solishga kifoya qiladi. Shunga qaramay qaroqchilar u shunchaki qo'rqityapti deb o'ylashib yaqinroq kelishadi. Turan qo'lini bir silar ekan, kuchli shamol ko'tarilib, qaroqchilarni havoga uchirib yubordi. Turan hayratda. Bunchalik kuchli shamolni deyarli mana sarflamasdan chaqirganiga o'zi ham ishonmaydi. Qaroqchilar azobda yerda qolishdi. Turan esa xotirjamlik bilan suv idishini qo'liga oldi. Idishdan suv tortib uni o'tkir o'qlarga aylantirdi va bir qaroqchining tanasini teshib o'tdi. Lekin Turan hali qoniqqani yo'q. Uningcha tosh otish baribir kuchliroq va tezroq ekan. Qaroqchilar sardori vaziyat chatoqligini tushunib shartda kechirim so'rashga tushdi. Turan nima istasa hammasini berishga va'da berdi. U yolvorib turgan paytda qolganlari Turanga orqadan hujum qilmoqchi bo'lishdi. Ular yaqinlashib kelishayotgan lahzada Turan oyog'i bilan yerni tepdi. Qumdan chiqqan o'tkir tikanlar hammasini teshib o'tdi. Sardorning esa vujudi titrab ketdi. Turan Sardorga qarab bitta savoli borligini aytdi. Sardor omon qolish ilinjida hamma narsaga javob berishini va'da qildi. Turan ulardan nega rejasiz hujum qilganini so'radi. Axir u sehrgar bo'lish ham mumkin edi-ku. Qaroqchi Sardor bo'lsa gaplashayotganda Turan boshini egib turganini bahona qildi. Ustiga ustiku. Salomlashganda ham ta'zim qilgandi. Shuning uchun oddiy odam deb o'ylashgan ekan. Turan unga rahmat aytib qo'ydi. Bu gap unga muhim saboq bo'lganini ta'kidladi. Sardor hali ham jonini saqlab qolishni so'rayotganida o'lim unga yetib kelganini angladi. Tog'dan tushishdan oldin Kiorin Turanga qat'iy ogohlantirish bergandi. Kiorin qaroqchi kabi tuban odamlarga shafqat qilmasligini, ular hech qachon birovga rahm qilmasligini uqtirgandi. Turan tushunib yetdi. Bitta qaroqchiga qilingan rahm o'nlab begunoh odamlarning umriga zomin bo'lishi mumkin. Shundan so'ng Turan yo'lga tushishga qaror qildi va qaroqchilar kelgan tomonga qarab yurdi. Biroq yo'lda ketar ekan, Turan odam o'ldirib qo'yganidan ich-ichidan ezildi. Garchi vijdon azobi qiynasa ham. Kiorning so'zlari qulog'ida jaranglardi bu. Zarur edi. Boshqa iloji yo'q. Cho'l bo'ylab yurib Kiorning o'giklari haqida o'ylarkan, Turan nihoyat yangi dunyoga qadam qo'ydi. Tepalikdan qaraganida Merai shahrining manzarasini ko'rib oldi. Va shahar darvozasidan kirgan zahoti odamlar gavjumligidan bosh aylanib ketdi. U hayotida bunchalik ko'p odamni bir joyda ko'rmagan edi. Turan lol qoldi. Hatto uylarning ko'rinishi ham qishlog'inikidan butunlay farq qilardi. Turan nihoyat haqiqiy shaharga kelganini his qildi. U meva sotayotgan odamning oldiga borib salom berdi. Sotuvchi uni xaridor deb o'yladi, lekin Turan shunchaki yo'l so'rash uchun kelganini aytdi. Kiorning shaharga yetgach mehmonxona izlashi kerakligi haqida gaplari yodiga tushdi. Turan mehmonxonani so'raganida meva sotuvchi uni mensimay haydadi. Meva sotib olmasang yo'qol deb baqirdi. Turan bu odam nega bunchalik qo'pol ekanligiga hayron qoldi. Balki bu yerda savol berish uchun avval biror narsa olish kerakmikan deb o'yladi. Turan olmaga ishora qilib narxini so'radi. Sotuvchi 2 duppit dedi. Turan esa 2 ta tanga chiqardi. Bu tangalar esa sotuvchiga Turanning begonaligini darhol fosh qildi. Shunga qaramay, sotuvchi boshqa tangalar bilan ham to'lash mumkinligini aytdi. To'lovni amalga oshirayotgan Taran to'satdan yo'lovchidan mehmonxona qayerda ekanligini so'radi. Haligi odam esa uni ortki yomg'irposhlar do'koni tomon yo'llab chapga burilishni uqtirdi. Ko'k tomli bino shahardagi eng katta mehmonxona aynan o'sha ekanini qo'shib qo'ydi. Ko'rsatmalarga amal qilib, Taran manzilga yetib keldi va uni xodim Lena kutib oldi. Taran bir kechalik narxni so'raganida ayol 16 duppit deb javob qaytardi. Taran rozi bo'lib to'lovni bajardi. Ammo ketishdan oldin uni qiziqtirgan boshqa narsa borligini aytdi. U mukofot puli evaziga o'ldirilishi kerak bo'lgan mahluqlar bormi deb so'radi. Lena hayron qoldi, lekin Taran shunchaki mahluqlarni o'ldirib, ularning manasini o'zlashtirish kerak edi. Ustiga ustak Kiorn aytganidek, bu ish yaxshigina daromad keltirishi kerak edi.
Lena jim turganini ko'rgach, Taran undan nega javob bermayotganini so'radi. Ayol dunyoda tekin narsa yo'qligini aytib, o'zini xushnud qilishini kutdi. Keyin shahar hokimiyatiga borishni maslahat berdi. Lekin Taran u yer nima ekanini tushunmadi. Lena u yerda davlat ishlari hal etilishini tushuntirib berdi. Hamma rasmiylar shahar hokimiga bo'ysunib ishlashni aytdi. Biroq vaqt kech bo'lgani uchun u yer allaqachon yopiq bo'lishi mumkinligini eslatdi. Ertaga tongda borishni maslahat berdi, chunki aynan o'sha yerda mukofotlar haqida ma'lumot olish mumkin. Lena uni maxluqlar ovchisi deb o'yladi. Biroq Taran bu so'z nimani anglatishini bilmasdi. Lena oddiy odam maxluqni o'ldirsa nima bo'lishi haqida rivoyatni so'zlab berdi. Ular sehrgarga aylanishadi deb o'yladi Lena va Taran ham shuni ko'zlayapti deb taxmin qildi. Shu payt ortidan Madan ismli g'alati bir yigit chiqib keldi. U ham maxluqlar ovchisi edi. Lena aytgan gap haqiqat ekanini, buni o'z ko'zi bilan ko'rganini ta'kidladi. Lena va Madan eski tanishlar ekan ayol, uning hali ham tirikligidan hayratda qoldi. Madan esa sehr garga aylanmagunimcha o'lmayman deb maqtandi. Taran qiziqib qoldi va undan bu haqda ko'proq ma'lumot berishni so'radi. Madan sehrgarlar maxluqlarni o'ldirib quvvat olishini tushuntira boshladi. Xuddi shu qoida oddiy odamlarga ham taalluqli ekan. Ya'ni ular ham o'ldirib sehrgar bo'lishlari mumkin. Madan guruhi bilan aynan sehrgar bo'lish uchun ov qilayotganini fosh qildi. Taran hayajonlanib ichinglarda sehrgar bormi deb so'radi, lekin Madan yo'q dedi. Shaharda faqat hokimning sehrgari va uning 3 shogirdi bor xolos. Taran ov qilishini aytgach, Madan uning ustidan kuldi. Hima yaroqsiz quroli esa umuman yo'q deya uni kamsitdi. Taran esa o'z qurolini, ya'ni kaptanini ko'rsatdi. Madan uning eskirganini ko'rib, bu qurol ko'p ishlatilganini tushundi va hayron qoldi. Taran buni tan oldi. U bilan tuxumdek narsalarni tezda otish juda qulay edi. Madan unga kaptan bilan quyon yoki tulkini ovlash mumkinligini aytdi. Keyin jamoasiga yana bir mergan kerakligini aytib, uni taklif qildi. Taran kutilganidek muloyimlik bilan rad etdi va e'tibor uchun rahmat aytdi. Kechasi esa Taran xonasiga qaytib, kun bo'yi bo'lib o'tgan voqealar haqida o'yladi. Qishlog'ini tark etib shahar kezib yurishini tushida ham ko'rmagan edi. Taran sehri bilan o'ynashayotgan paytda sezgilari yaqin atrofda kimdir borligini aytdi. Tiran o'rnidan sapchib turdi. Eshik ortida kim bor? Talabchan ohangda so'radi. Esiga tushdi Kayorn qattiq tayinlagandi, hech qachon hushyorlikni yo'qotma deb. Hatto mehmonxonada bo'lsang ham shahar ichi xavfsiz degani emas. Tiran hujumga shay bo'ldi. Mushaklari taranglashdi va eshikka qarab yurdi. Ajablanarlisi eshik ortida Lena turardi. Xuddi Tiran uxlayotgandek tentakona savollar berardi. Lena unga qarab shunday dedi. Xonasi sovuq bo'lsa kerak deb uni isitgani kelganmish. Tiran hayron tushunmay qoshini chimirdi. Bu gaplar nimani anglatadi? Lena ko'kragiga qo'l qo'ydi. Xuddi aytganimdek, demoqchi bo'lgandek. Tiran esa hamon garang vaziyatni umuman tushunmasdi. Lena ochiqchasiga aytdi. Ozgina pul evaziga nima istasang shuni qilaman. Tiran qarab turib so'radi. Agar hech narsa istamasam-chi? Lena yelkasidan ushlab, yolg'on gapirma dedi. Yuzingdan hammasi ko'rinib turibdi. Tiran birdan muzdek katta nigohlari o'zgardi. Kayorning gaplari yodiga tushdi. Fohishalarga yaqinlashma, kasallik yuqtirib olasan. Sergorlar kasallikka chidamli bo'lsa ham, muammo shundaki ehtiyotsizlik qilsa boshqa ayolga yuqtirishi mumkin. Kayon qattiq ogohlantirgandi. Nafsing seni pushaymonlik botqog'iga tortib ketmasin. Tiran Lenani rad etdi. Qiz jahl bilan chiqib ketdi. Tiran shahar hayotini endi anglay boshladi. Meva sotuvchi bilan bo'lgan voqea, endi esa Lena bilan yuzma-yuz kelishi. Tiran karavotiga qaytdi. Hammasining narxi bor, dunyo shunaqa ekan. Shaharlar haqiqatdan ham yuraksiz va sovuq. Shu payt Medan guruhidagilar so'rashdi. Nega u yigitni ishga olding? Kuchsiz ko'rinadi-ku. Hatto biri uni og'zi katta deb masxara qildi. Yetqishlarga yem bo'lishi aniq, deyishdi ustidan kulib. Medan esa xo'rsinib u yigit yoshligimni eslatdi, dedi. Medan Turanning ov qurolidan xavotirda edi. Uni yonida olib yursa hech bo'lmasa biroz ko'proq yashab qolardi. Guruhdagilar boshliqlarning bunday mehribonligiga ishonishmasdi. Turan esa devor ortidan hammasini eshitib turardi. U qisqa jilmaydi. Bu tabassum shahar uncha ham yuraksiz emasligini anglaganidan edi. Ertasi kuni tongda Turan zalga kirdi.
U yerda qo'pol amaldor kutib turardi. U yirtqichlarni ovlamoqchi ekanini qat'iy aytdi. Amaldorning sukunati Kyorning gaplarini eslatdi bu dunyo. Senga nisbatan shafqatli bo'lmaydi. Turan o'shanda so'ragandi. Nima uchun dunyo shafqatsiz? Kyorn javob bergandi. Chunki bunga uning hech qanday sababi yo'q. U tushuntirgandi. Hurmat va e'tibor qozonishning yagona yo'li bor. Sergar ekaningni oshkor qil. Shunda oddiy odamlar oldingda bosh egadi. Amaldor unga bir kitob tutqazdi. O'qib ko'r, dedi zaharxanda bilan. Turan qarab tushundi, bu qarg'a yirtqich ekan. Agar o'ldira olsang jasadini keltir deb shoshiltirdi amaldor. Mana, so'rib olmasang u arvohga aylanadi. Turan buni allaqachon bilar edi. Amaldor ogohlantirdi. Shahar qonuniga ko'ra, bu jinoyat uchun jazo o'lim. Turan esa sovuqqonlik bilan so'radi. Ritsarlar yirtqich ovlamaydilarmi? Haligi odam esa ritsarlarning bunaqa mayda-chuya ishlarga vaqti yo'qligini aytib, Turanni mensimaydi. Ularning fikricha ritsar shahar tartibini saqlashi kerak tamom. Shahar tashqarisidagi yirtqichlarni ovlash esa Turan kabi odamlarning ishi emish. Turan bu kibrli odamga e'tibor bermay, ovga yo'l oladi. Amaldor esa uning tez orada o'lib ketishiga ishonchi komil. Ko'p o'tmay, Turan ko'kragida katta teshigi bor. Ulkan qarg'a jasadi bilan qaytadi. Amaldorlar shokka tushib qolishadi. Ularni eng ko'p hayron qoldirgani esa Turanning tezligi bo'ldi. Yirtqich jasadini bunchalik tez olib kelishiga hech kim ishona olmasdi. Ular buni yolg'iz bajarganini so'rashganda, Turan shunchaki "ha" deb javob beradi. Bahslashib o'tirmay Turan o'ziga tegishli mukofot pulini so'raydi. Amaldorlardan biri pulni uzatarkan charchagandirsiz deb dam olishni maslahat beradi. Lekin amaldorlarning hayrati o'z joyida. Ular yirtqichning bunchalik toza o'ldirilganidan va jasadi butunligidan dovdirab qolishadi. Boyagi amaldor Turan hali ham ketmaganini payqab qoladi. Nega qolganini so'rasa, Turan yana munosib ovlar bormi deb qiziqadi. Amaldorlar esa shokda. Turanda hali ham shuncha kuch qolganiga aqllari sig'maydi. 3 kundan so'ng 30 ta yirtqichni yenggan Turanga Lena menyudagi eng yaxshi taomni tortadi. Lena uning ko'p pul ishlaganiga shubha qilmaydi. Lekin Turan uchun maqsad shunchaki pul emas. Unga yirtqichlarning ma'nasi kerak xolos. Ovlagan har maxluqi evaziga u tobora kuchayib bormoqda. Turan Kyon bilan uchrashganiga nisbatan ma'nasi sezilarli oshganini his qiladi. Biroq kuchsiz yirtqichlar ma'nasi bilan cheksiz kuchayib bo'lmasligini ham biladi. Ko'p o'tmay, Turan oldidagi taomni tugatib qo'yadi. U kimdir ovqatidan baham ko'rgan deb o'ylaydi, lekin hammasini o'zi yeb qo'yganini aytishadi. Turan oshpazga taom juda mazali chiqqanini aytib maqtaydi. Oshpaz bu maqtovdan xursand bo'lib, keyingi safar yanada zo'rini tayyorlashga va'da beradi. Turan endi xonasiga ketmoqchi bo'lganida, orqasidan Midanning yugurtagi kelib, uni ushlab oladi. Turanning topgan pullariga ko'z tikkan bu odam undan ulush talab qiladi. Turan bahslashib o'tirmay, uni tarsaki bilan savolat tashlaydi sheriklari sarosimada. Ikkinchisi musht ko'tarib tashlanmoqchi bo'ladi. Lekin Turan osonlikcha chetlanib, uning yuziga musht tushiradi. Birinchisi stul ko'tarib hujum qiladi. Turan esa hujumni qaytarib, bitta zarba bilan uni nariga uchirib yuboradi. Lena esa mehmonxonada mushlashishni taqiqlab baqirib beradi. Birozdan so'ng Midan Turanning eshigi oldida bosh egib, aybdorlarni jazolagani haqida uzr so'raydi. Bunday holat qaytarilmasligiga qasamyod qiladi. Midan qiynalib qolganliklarini aytib, oqlamadi. Turanning boyligini ko'rib, rashklari kelgan bo'lishi mumkinligini tushuntiradi. Midan o'z odamlarini uzr so'rashga majbur qiladi. Ular esa bo'ysunishadi. Turan ularning ahvoli qanchalik og'irligini so'rasa, Midan 3 kunda hatto xona haqini to'la olmay qolishlarini yig'lab aytadi. Shu onda Turan unga pul solingan xaltani uzatadi. Midan shokda. Kimsa Turandan so'radi. Nega unga buncha pul beryapti? Turan esa javob beradi. Bu u xavotir olganida ko'rsatgan mehribonligi uchun qaytarilgan qarzi. Shu sababli uni o'zi bilan olib ketmoqchi edi. Midan bu gapni eshitib hayratdan qotib qoladi. U Turandan buni qayerdan bilganini so'raydi, lekin Turan savolni javobsiz qoldiradi. Shunga qaramay, Turan unga hech narsa tekinga emasligini eslatib, evaziga kerakli ma'lumotlarni berishni talab qiladi. Va buni yuzda yorqin tabassum bilan aytadi. Midan esa bilgan hamma narsasini aytib berishga va'da beradi, chunki axborot yig'ish uning asosiy mahorati edi. Ertasi kuni Turan ovga otlanadi.
U bu shahardagi so'nggi ovi bo'lishini sezib turibdi, chunki Medan keyingi shahar haqida barcha kerakli ma'lumotlarni berib bo'lgandi. Demak, endi ketish vaqti keldi. Ma'lum bo'lishicha, Medan haqiqatdan ham qimmatli ma'lumotlar bergan ekan. O'zi ham yaxshi odamga o'xshaydi. Garchi u Kayorn kabi tajribali bo'lmasa-da, bu uning pok va mehribon ekanini ko'rsatadi. To'satdan Turan burniga urilgan o'tkir hidni sezib qoladi. U darrov o'sha tarafga qarab yuguradi. Ich-ichidan bu yomon narsaning belgisi bo'lmasligini umid qilib, Turan hid kelgan joyiga yetib keladi, qarasa, hamma yoq qon. Vaziyat yanada dahshatli kecha. U bilan jang qilgan yigitni qonga belangan holda topadi. Bunisi yetmagandek ortiga o'girilsa, Medan ham yerda jon bergancha yotibdi. Bu mudhish manzara Turanni o'yga toldiradi. Nima yuz berdi o'zi? Aynan shu paytda hali jon taslim qilmagan guruh a'zolaridan biri zo'rg'a gapirib Turanga hujum qilgan narsa quyon maxluq ekanini aytadi. Turan ortiga o'giriladi va aybdorni ko'radi. To'satdan quyon chaqmoqdek tezlikda unga tashlanadi. Turan deyarli zarbani o'tkazib yuborayos, lekin so'nggi lahzada chekinishga ulguradi. Turan darrov slingini chiqarib quyonga tosh otadi. Lekin hayratlanarlisi, quyon toshni chaqqonlik bilan chetlab o'tadi. O'shanda Turan tushunib yetadi, bu quyon masofadan turib qilingan hujumlarga juda o'rganib qolgan. Quyon yana Turanga tashlanadi, lekin bu safar Turan ko'zdan g'oyib bo'ladi. Quyon esa sarosima ichida qoladi. Quyon nima bo'lganini anglay qoladi. Turan esa uning orqasidan paydo bo'lib, bo'yniga xanjarni sanchadi. Shunga qaramay, quyon qarshi zarba beradi va Turanni ortga uloqtirib yuboradi. Quyon vaqt yo'qotmay yana Turanning ketidan quvlay boshlaydi. Turan yana g'oyib bo'lishga majbur bo'ladi. Jahli chiqqan maxluq Turan yashiringan deb o'ylagan, har bir joyini vayron qiladi. Yo'lidagi daraxtlarni xuddi o'tdek kesib tashlaydi. Kuchdan qolgan maxluq oxirgi marta qattiq qichqiradi va qon yo'qotishdan jon beradi. Maxluq o'lgach, Turan uning ma'nasini o'ziga toshla boshlaydi. Shu jarayonda u so'rib olayotgan mana miqdori avvalgilardan farq qilishini payqaydi. Rostini aytsa, bu qishloqda duch kelgan qoplon maxluqnikidan ham ko'proq ekan. Aynan shu paytda jamoaning tirik qolgan so'nggi yigiti. Unga quyon haqida aytib bergan yigit Turanning sehrgar ekanini ko'rib yoqasi ushlaydi. Turan buni tasdiqlaydi, yigit esa undan nega o'z shaxsini yashirib yurganini so'raydi. Turan savolni javobsiz qoldiradi va yigitdan yaqinlarining buyumlarini topshirish uchun biror qarindoshi bor yo'qligini so'raydi. Yigit afsus bilan yo'qligini aytadi va bu Turanni kechagi tunni eslashga majbur qiladi o'shanda. Medan unga yaqin atrofdagi Orum nomli buyuk shahar haqida gapirib bergandi. Ma'lum bo'lishicha, Orumda minglab kitoblar saqlanadigan ulkan kutubxona bor. Lekin u yerga istalgan odam kira olmaydi, chunki faqat sehrgarlarga ruxsat berilgan. Jamoani dafn etgandan so'ng Tiran qaror qildi. Orum sari yo'l oladi. Medan bilan xayrlashib, unga xotirjam dam olishni tilaydi va ortiga qaramay ketadi. Mana u Orum shahriga ham yetib keldi. Moray nega kichik shahar deyilishini endi tushundi. Orum uni shunchaki yutib yuborish mumkin. Darvozada esa hayratdan yoqasini ushladi. Shaharga kirmoqchi bo'lgan olomon bunchalik ko'pmi? Nahotki qo'riqchilar jinoyatchilarni birma-bir tekshirib o'tkazayotgan bo'lsak, lekin ajablanarli joyi yo'q axir bu buyuk shahar. Aynan ichkariga kiraman deb turganda, qo'riqchilardan biri yo'lini to'sdi. Bunchalik iflos kiyimdagi odamni ko'rganim yo'q deydi. Tiran avval tozalanib, changidan qutulib kelishini maslahat berishdi. Biroz vaqt o'tib, Tiran baribir shahar ichiga kirishga muvaffaq bo'ldi. Ko'zi tushgan ulkan kutubxona esa uni shunchaki lol qoldirdi. Bu darajada ulkan bino faqat sehr yordamida qurilishi mumkin deb o'yladi u. Eshik oldida uni yana to'xtatishdi kutubxonaga. Faqat sehrgarlar kirishi mumkin emish. Tiran esa o'zini sehrgar ekanini aytdi. Bu javob qo'riqchilarni g'azablantirdi. Ular uni shunchaki firibgar deb o'ylashdi. Biri qo'lini Tiranga cho'zdi va to'satdan g'alati narsani sezdi. Axir Qayron Tiranga o'rdatganda sehrgarlar bir-birini mana orqali darrov taniydi. Hatto kim kuchliroq ekanini ham sezishar ekan. Haligi odam Tiran taratayotgan qudratli kuch ostida deyarli ezilib qoldi. Shu qadar qattiq ta'sir qildiki, yiqilib tushdi. Hamkasbi esa hayron. Senga nima bo'ldi? U esa o'zini yaxshi ekanini aytib oqlanishga urindi. Lekin ichidan tushunib yetdi. Tiran oddiy odam emas. U kamida oliy tabaqali yoki undan ham yuqori sehrgar bo'lishi kerak.
U darrov o'rnidan turib o'zini Valtes xonadonining ritsari Kenya deb tanishtirdi. Kenya Tirandan qaysi xonadondan ekanini so'radi. Tiran esa kirish uchun buni aytish shartmi deb qarshi savol qotdi. Yo'q, dedi Kenya. Shunchaki kutubxonadan foydalanish uchun Valtes xo'jayinidan ruxsat kerak. Kenya darrov Valtes xonadoniga xabar yuborishni aytdi. Tiran o'ylagan oddiy jarayon uni to'g'ri Valtes saroyiga yetaklab keldi. Uni katta hovuzga olib borishdi. Cho'rilar tanasidagi kirlarni yuvishga kirishdi. Noqulaylikdan qiynalib ketgan Tiran to'xtashlarini so'radi. O'zim yuvini olaman dedi. Cho'rilar esa nufuzli mehmonni yaxshi parvarish qilmasak jazolanamiz deb turib olishdi. Ularga jabr bo'lmasligi uchun Tiran rozi bo'ldi. Nima qilsangiz qiling dedi. Kiyinib chiqqan Tiranning ko'rinishini ko'rgan cho'rilar esa go'zalligidan hayratda qoldi. Undan kechirim so'rashga tushdi. Tiran esa ularga hech qanday ayb yo'qligini tushuntirdi. Lekin cho'rilar u bilan rasmiy tilda gaplashishni so'rashdi. Tiran esa bunga ishona olmay qoldi. Keyinroq Tiran xonadonining injiq qizi qizil sochli Azella bilan yuzma-yuz keldi. Azella undan qaysi oilaga mansubligini so'radi. Tiran esa shaxsiy sabablarga ko'ra buni aytish qiyinligini bildirdi. Azella bundan ajablandi va kimligini yashirgani uchun unga bir o'yin ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. Azella to'satdan ma'nosini yoydi va Tiranni ham shunga undadi. Tiran aytganini qildi Azella. Sariq Tiran esa ko'k rangli aura taratdi. Ularning qudrati to'qnashdi. Shiddat shunchalik kuchliki, xonadagilarning barchasi bosh egishga majbur bo'lishdi. Azella o'zini ko'z-ko'z qilgach, Turanni maqtadi va darhol unga turmushga chiqishni taklif qildi. Har doimgidek Tiran hayrat va sarosimada qotib qoldi. Yuzi esa yana sovuq tush oldi. Hatto Azellaning xizmatkori ham unga ortiqcha gaplarni bas qilishni aytishga majbur bo'ldi. Azella vaziyatni yumshatish uchun bularning hammasi shunchaki hazil ekanligini aytdi. Biroq ortga o'girilib, yana bir bor bu haqda o'ylab ko'rishni qistadi. Azella ketgan Tiran barmoqlarga qaradi. Ular qaltirayotgan edi. Shunda u tushundiki, Azellaning ma'nosi uniki bilan deyarli teng kuchga ega. Ko'p o'tmay u oila boshlig'i Rugvoltus bilan uchrashish uchun uning idorasiga yo'l oldi. Tanishuvdan so'ng Rug kutubxonadan foydalanishi kerakligidan xabardorligini bildirdi va u kutubxonada hech qanday qadimiy sehrli sirlar yo'qligini ochiq aytdi. Hatto ma'ni darajasini oshiradigan biron bir maxfiy usul ham mavjud emasligini ta'kidladi. Ammo Tiran uni ishontirdi. Unga bularning kerak yo'qligini, boshqa maqsadda kelganini aytdi. Rug esa istagi shu ekan, unga to'sqinlik qilmasligini bildirdi va u kutubxona ichida hech qanday sirli ma'lumotlar yo'qligini qo'shimcha qildi. Bu ma'lumotlar ularning xonadoniga tegishli maxfiy narsalar emasligini aytdi. Kun kech bo'lgani uchun Rug Tiranga ertaga qaytib kelishni buyurdi. Tiran esa uning bu saxovatini sira unutmasligiga so'z berdi. Ertasi kuni soqchilar uning ruxsatnomasini ko'rib, hurmat bilan kutib olishdi. Tiran kutubxona ostonasiga qadam qo'ydi va uning ko'lami hamda ulug' borligidan tamoman lol qoldi. Atrofga alanglab turganida, yonida kutilmaganda bir mitti bola paydo bo'ldi. U kutubxonachi ekanligini aytib, Tiranni iliq qarshi oldi. Keyin esa kutubxona qoidalarini birin-ketin tushuntira boshladi. Tiran ich-ichidan hayrat dedi. Axir kutubxonachi bola bo'lishni kutmagandi. Birinchi qoida kitoblarga zarar yetkazmaslik. Aks holda buning haqini to'lash kerak. Ikkinchidan, kutubxonadan birorta ham kitobni tashqariga olib chiqish man etiladi. U Tiran kitob o'qiyotganida uni kuzatib turishini ham aytib o'tdi. Biroq Tiran undan so'radi. O'qiyotgan vaqtida xalaqit bermaslik uchun biroz masofa saqlashni iltimos qildi. Tiran qiziqib kutubxonachi bola o'zi ham kitob o'qiydimi deb so'radi. Bola buni tasdiqlab, qiziqqan har qanday mavzusida yordam berishni aytdi. Kutubxonachi Turandan romantikami yoki tarixiy kitoblar kerakligini so'radi. Turan esa unga dunyo haqidagi asosiy bilim va oddiy haqiqatlarni o'rganmoqchiligini aytdi. Ko'p o'tmay kutubxonachi Turanga bir dasta kitob olib keldi. Bu kitoblar yuzlab yillar avval yozilganini ta'kidladi. Uning fikricha bular Turan istagan narsalarga mos kelmasligi mumkin edi. So'ngra yana boshqa kitoblarni uzatdi. Bular ko'proq yordam berishini aytdi. Turan minnatdorchilik bildirdi va kitoblarning naqadar nodirligiga mahliyo bo'ldi. Bir sahifani ochishi bilan u go'yoki jannatga tushgandek sehrli olamga g'arq bo'ldi. Turan mutolaaga shunchalik berilib ketdiki, bu jarayonni har kuni takrorlaydigan bo'ldi.
Shu tariqa Turan dunyo geografiyasini mukammal tushunib yetdi. Dunyodagi turli xil irqlar va sehrgarlarning odob-axloq qoidalarini o'rgandi. Hatto turli xil buyumlar qanday ishlab chiqarilishi va tayyorlanishi haqida ham xabardor bo'ldi. Har bir yangi bilim bilan olam uning ko'z o'ngida asta-sekin ochilib, yanada yorqinroq tus ola boshladi. Oradan bir necha kun o'tib, Ruk uni o'z huzuriga chorladi. Turanning kutubxonadan shunchalik unumli foydalanayotganini eshitgan Ruk uni ofisiga chaqirtirgan edi. Ruk Turanga shunchaki zodagon sifatida emas, boshqacha nazar bilan qarayotganini yashirmadi. Kutubxonadan foydalanishga ruxsat berishi aslida unga bo'lgan yaxshi niyatidan nishon edi. Biroq erkak darhol o'z maqsadiga o'tdi. Bu yordami evaziga u endi qarzni qaytarishni so'radi. Turan esa gapni cho'zib o'tirmay, undan nima talab qilinayotganini ochiq aytishni so'radi. Rux shaharning shimolida paydo bo'lgan va yo'lovchilarga tinimsiz hujum qilayotgan maxluq haqida gapirdi. Turan uni o'ylab kelish kerakligini darhol tushundi. Rug esa 4 nafar ritsar uni yo'q qilishga ketib ortga qaytmaganini ta'kidladi. Endi esa bu ishni biror zodagon bajarishi kerak. Ammo Voltus xonadoni hozir bor yo'g'i 2 kishini ajrata oladi. Turan bu topshiriqdan unchalik ham norozi emas edi. Axir odamlarni himoya qilish afsungarlarning vazifasi, lekin nimadir baribir ko'ngliga g'ulg'ula solar edi. Rux shimoliy yo'l to'sib qo'yilganini qo'shimcha qildi. Bu savdo yo'li shahar uchun o'ta muhim, ammo u naq 10 kundan buyon yopiq qolmoqda. Buni eshitgan Turan muammo u shaharga kelguniga qadar ham mavjud bo'lganini anglab yetdi. Rux shuning uchun ham uni kutubxonaga osongina kiritgan ekanda. Tez orada ovga otlangan guruh qal'adan chiqdi. Ularning orasida Azela ham bor edi. Azela otasining Turanni ular bilan birga jo'natganidan qanchalik xavotirda va ishonchsiz ekanidan nolidi. Guruh tarkibida xonadon vakili Marvin Valtos ham bor edi. O'rmon ichkarisiga kirishgach Marvin Turandan Azelaga ko'ngli bormi deb so'radi. Turan qat'iy inkor etgach, Marvin yengil tin oldi va bu xushxabar ekanini aytdi. Birozdan so'ng ularning yo'lida ag'darilib yotgan aravaga ko'zlari tushdi. Bu ular izlayotgan maxluqning ishi ekanligi shubhasiz edi. Askarlar atrofni tekshirishga tushdi. Ammo aslida nima bo'layotganini birinchi bo'lib Turan sezdi. U guruhga ular ortidan quvayotgan maxluq maymun ekanini ma'lum qildi. Azela uning bu xulosaga qanday kelganiga qiziqib qoldi. Turan uzoqdagi izga ishora qildi. Maymun aravadagilarga hujum qilib, keyin o'rmonga qaytib ketganini tushuntirdi. Turan uning izidan borsa maxluqni osongina topishlari mumkinligini aytdi. Azela ham Marvin ham bunday sehrni bilmasliklarini tan olishdi. Turan gapni bo'lib o'zi vaziyatni nazoratga olishni bildirdi. Turanning qaysi qon guruhiga mansubligini anglagan Azela hayratini yashira olmadi. Turan maymunni kuzatish uchun aravadan bir parcha mato oldi. Mana qayerdan kelayotganini his qilgan Turan ular yurish kerak bo'lgan yo'nalishni ko'rsatdi. Ko'p o'tmay ular iz tugaydigan daryo bo'yiga yetib kelishdi. Maxluq suvda o'z izlarini yuvib tashlagan bo'lishi kerak. Azela oddiy hayvonning iz yo'qotish uchun bunday hiyla ishlatganiga ishonmadi. Turan ularni tinchlantirib, balki u shunchaki cho'milgandir deb hazillashdi. To'satdan Turan yana o'sha badbo'y hidni sezib qoldi. U birdan baqirib maxluq orqalarida ekanini ogohlantirdi. Aytgani keldi, dahshatli maxluq. To'g'ri, ularning ortida paydo bo'ldi. Yetmaganiga maymun ularga tosh yog'dira boshladi. Toshlar xuddi o'qdek uchib, ritsarlarni yaraladi, ammo Turan chaqqonlik bilan chetlandi. U esa kutilmaganda muhim narsani payqab qoldi. Azela va Marvin hujumdan qochish o'rniga 2 ritsarni qalqon qilib oldi. Turan qattiq hafsalasi pir bo'ldi va onasining so'zlari naqadar haqiqatligini tushunib yetdi. Maxluq qochishga urindi, ammo Azela ritsasi savulni to'qqazbon quvib yetishni buyurdi. Ular maymunni qo'ldan boy berish arafasida edi. To'satdan chaqmoqdek tezlikda uchgan tosh Azelaning yonidan o'tib ketdi. Tosh ritsarlar safini yorib o'tib, maxluqni yer tishlatdi. Azela va Marvin hayratdan ortga o'girilishdi. Toshning Turan o'z prakkasi bilan o'tganiga guvoh bo'lishdi. Maxluq yerga qulagan zahoti Azela olovli sehrini ishga soldi. Dahshatli kuch bilan otilgan olov atrofni go'yo eritib yubordi. Turan esa nihoyat Valtus naslidan bo'lgan olovsevarlar kuchini ko'rganidan hayratdi. Azela olovni to'xtatgach, u tosh kelayotganda ichida qo'rquv his qilganini tan oldi. Azela va Marvin hazillashib turganda jarohatlangan ritsarlar yordam so'rab baqirishardi.
Azela esa ularga baqirishni bas qilishni buyurib, qattiq dakki berdi. Hatto bittasining qo'li uzilib ketgan edi. Jamoa jarohatlanganlarga yordam bera boshladi. Taran esa qurbonlar yo'qligidan shukrona aytdi. To'satdan qilingan hujum bo'lsa-da, jarohatlarning oldini olish mumkin edi. Marvin va Azela ritsarlardan ko'ra ancha kuchli ekanligiga ishonchi komil. Shunga qaramay ular o'zlaridan kuchsizlarni qalqon sifatida ishlatishdi. Marvin Taran yuzidagi g'alati ifodani ko'rib so'radi. Lekin u hech narsa emasligini aytdi. Azela Taranni birga mana yig'ishga taklif qildi. Taran rozi bo'ldi va uchovi maymun atrofida mana yig'ishga kirishdi. Taran kitobda o'qiganda bir nechta odam bir vaqtda mana yig'sa ham kuchayish darajasi umuman kamaymas ekan. Ko'p o'tmay Marvin va Azela chegaraga yetib to'xtashdi. Ammo Taran hanuzgacha mana yig'ishda davom etayotgandi. Azela nihoyat otasi nega unga ergashishni buyurganini angladi. Uning salohiyati hatto o'ziniki bilan teng. Eng ajablanarlisi, Taran hali o'z imkoniyatlari chegarasiga yetmagan zodagon. Qasrga qaytishgach Marvin Taranni maqtab qo'ydi. Aynan Taran tufayli maxluqni yenga olishganini ta'kidladi. Taran esa kamtarlik bilan bu shunchaki oddiy hol ekanligini aytdi. U buni oldinroq sezmaganidan afsusda edi. Aynan uning kechikishi maxluqqa birinchi hujumni amalga oshirishga imkon berdi. Ustiga ustak Taran maxluq shunday qobiliyatga ega bo'lishini kutmagandi. Ular bu gapdan hayratga tushdi. Taran maxluqning tashqi ko'rinishiga qarab qobiliyatlari shakllanishini tushuntirdi. O'ldirilgan maymunning qo'llari va ko'zlari katta edi. Ammo bu uning asl qiyofasi emasga o'xshaydi. Taran maymun narsalarni otish qobiliyatini rivojlantirgan deb hisoblaydi. Katta kuch va o'rmonni uzoqdan ko'ra olish qobiliyati ham bor edi. Marvin Taran bu borada qanchalik bilimdonligidan lol qoldi va u bularni kutubxonadagi maxluqlar ensiklopediyasidan o'qiganini aytdi. Marvin hayron, chunki kutubxona zerikarli joy deb hisoblanadi va u yerga hech kim bormaydi. Azela tan oladi u qachonlardi. Qiziqib bir marta u yerga kirib ko'rgan ekan. Lekin kitoblar juda murakkab chiqdi, shuning uchun yarmini ham o'qimasdan chiqib ketgan. Shunda Turan ikkoviga maslahat beradi. Keyingi safar borganingizda kutubxonachidan osonroq kitoblar bor yo'qligini so'rab ko'ringlar. Azela hayron bo'ladi, chunki u yerda umuman kutubxonachi borligini eshitmagan edi. Keyinroq Turan kutubxonaga kirib boradi va kutubxonachi uni katta qiziqish bilan kutib oladi. Kutubxonachining qarshisida turgan Turan birdan xato qilganini tushunadi, chunki bu odam umuman kutubxonachiga o'xshamaydi. Turan to'satdan "Ismimni qayerdan bilasan?" deb so'raydi. Bu kutubxonchini biroz shoshirib qo'yadi. Qo'lga tushganini bilgach, u Turanning ruxsatnomasidan o'qib olganini tan oladi. Aytishicha, kutubxona hududida bo'lsa, u bino ichidagi hamma narsani ko'ra olar ekan. Turan undan qanday murojaat qilishni so'raydi. Uning ismi yo'qligini xohlaganicha atayverishni aytib javob beradi. Maxsus ismi bo'lmagani uchun Turan uni shunchaki kutubxonachi deb atashga qaror qiladi. U esa g'alati gaplari bilan vaziyatni noqulaylashtiradi. Turan eski imperiyadan mi deb so'raydi. U esa odam emasligini aytib javob qaytaradi. U o'zi va kutubxona bitta narsa ekanligini, ruh ekanligini ochib beradi. Hozirgi qiyofasi esa shunchaki foydalanuvchining xohishiga ko'ra muloqot qilish usuli ekan. Turan unga qarshi chiqib, bu qiyofaning o'z xohishiga aloqasi yo'qligini aytadi. Kutubxonachi buni tan olmay, u Turan ko'rishni istagan narsaning aksi ekanligini ta'kidlaydi. Turan buni tekshirib ko'rmoqchi bo'lib, unga qo'l tekkizadi va qo'li hech qanday qarshiliksiz bemalol ichidan o'tib ketganini ko'radi. U kutubxonadan foydalanuvchilarga kuch ishlata olmasligi uni g'azablantirishini aytadi, chunki agar iloji bo'lsa, kutubxonadan kitob o'g'irlaganlarning barchasini allaqachon jazolagan bo'lardi. Turan hech kim uning borligini bilmasligini osonlikcha payqab oladi. U esa shu damgacha uni ko'ra oladigan darajada malakali odam bo'lmaganini aytadi. Yaratuvchisi uni shunday yaratganki, faqat ma'lum bir darajadan yuqori bo'lganlargina uni ko'ra oladi. Bu esa Turan uni ko'ra oladigan yagona odam ekanligini anglatadi. Turan buning ma'nosini so'raydi. U esa gap qon ketma-ketligi, ya'ni nasl-nasab haqida ketayotganini aytadi. Turan undan nasli haqida aytib berishni talab qiladi. U esa masxara qilib, ota-onangdan so'ra deydi. Turan yetimligini aytishga majbur bo'ladi. Kutubxonachi esa buni tekshirib ko'rishga qaror qiladi. Ammo buning uchun Turanning roziligi kerak edi.
Turan biroz xavotir bilan bunga rozi bo'ladi. Kutubxonachi qo'lini uning tanasiga tiqadi. Va Turanga allaqachon ma'lum bo'lgan Zaxa xonadoniga xos ovchi va iskuvvar qon chiziqlarini sanab o'tadi. To'satdan yana bitta qon chizig'i borligini va u aralash ekanini aytadi. Turan ikki xil qon chizig'iga ega odamning mevasi ekanini ochib beradi. Turan ikkinchisi nima ekanini so'raydi. U esa noma'lum ekanini, chunki u hali qulfligini aytadi. Aftidan qon chiziqlari birikmasida qulflangan nasl kam, yob emas ekan. Turanga kuchaygani sari u tabiiy ravishda ochilishini tushuntiradi. Turan nihoyat o'zi gumon qilgan narsani tasdiqlaydi onasi. Oddiy odam bo'lish uchun juda bilimdon edi Va qaysidir zodagonning avlodi bo'lish ehtimoli juda yuqori edi. Turan kutubxonachiga minnatdorchilik bildirdi. Yordami uchun juda ham rahmatli edi. Lekin kutubxonachi shart qo'ydi. Agar chin dildan minnatdor bo'lsang, yana bir oy qol. Turan o'qishda davom etdi, ammo kutubxonachi bir qadam ham narim ketmasdi. Turan kitoblar mazmunini tushuntirib berishini so'ray boshladi. Kutubxonachi esa unga kerakli barcha bilimni xotirjamlik bilan uqtirardi. Qarangki, u 1000 yillar davomida yo'qolib ketgan sirlardan ham xabardor ekan. Ochiq kutubxonachi unga tabiat qonunlarini o'rgata boshladi. Turanning boshi aylanib ketdi. Turan hatto har qanday kasallik mikroorganizmlardan kelib chiqishini bilib oldi. Tiri mavjudotlar o'limi ham aynan shu mayda jonzotlar yeyishi oqibati ekan. U hatto fundamental ilmiy prinsiplarni ham o'zlashtirib oldi. Yorug'lik sinishi, ishqalanishdan issiqlik hosil bo'lishi barchasi aniq. Jarohatlar qanday paydo bo'lishi va tana ularni qanday davolashi ham ma'lum bo'ldi. U chirish jarayonini tajribada sinab ko'rdi va natija uni lol qoldirdi. O'rgangan bilimlari tufayli u sehrgarlik mahoratini yangi bosqichga ko'tardi. Turan kutubxonachiga aytdi. Katta xonadonlar bilimni monopoliyaga olgan, chunki hamma bilsa, U holda raqobatdagi ustunliklarini yo'qotib qo'yishadi. nihoyat kutubxonachi tushundi. Nega zamon o'tgani sari insonlarning bilimi pasayib borayotganini anglab yetdi. Bir oy ham o'tib ketdi Turan. Ketish vaqti kelganini aytdi. Kutubxonachi hayron. Turan esa Rug uni ketishga undayotganini tushuntirdi. Kutubxonachi qattiq tushkunlikka tushdi va o'zini Turanga otdi. U bilan ketishni yolvorib so'radi. Biroq uning qo'llari Turanning tanasidan shunchaki o'tib ketdi. Turan uni kutubxonadan chiqishga chaqirdi, lekin u rad etdi. Shunga qaramay, agar qolsa unga g'amxo'rlik qilishini va'da qildi. Ammo Turan bu taklifni qabul qilmadi. Ketish oldidan Turan uni vaqti bilan yo'qlab turishga so'z berdi. O'qilmagan kitoblar hali juda ko'p ekanini eslatdi. Shu bilan Turan narsalarni yig'ishtirib shaharni tark etdi. Kutubxonadan xarita olib yo'lga tushdi. Xaritaga ko'ra, Zahar xonadonining bazasi Enril cho'li, O'rimdan sharqda ekan. Turan ota-onasi haqida ma'lumot topish uchun Zahar tomon yo'l olishga qaror qildi. O'sha kecha o'rmonda tunadi. Shoshilishni istamasdi. Chunki agar kimdir yashirmoqchi bo'lganida izlar allaqachon yo'q bo'lib ketgan bo'lardi. Yo'lda davom etarkan, uchragan yovvoyi maxluqlarni ham yo'q qildi. Ertasi kuni u xushsiz egasini ikki qora elfdan himoya qilayotgan otni ko'rib qoldi. Elflar hayron bir ot ularni qanday qilib siqib qo'yishi mumkin? Otni yo'q qilish uchun. Elflar o'lik maxluqlarni tiriltirish uchun nekromantiya kuchini ishga solishdi. Turan yashiringancha ularning qilayotgan ishlarini kuzatdi. Ikki o't orasida qoldi, yordam bersinmi yoki yo'q, chunki bu odam balki o'sha elf yovuzlarga birinchi bo'lib hujum qilgandir. Elflar o'ldirilgan odamlarni yemoqchi bo'lishdi va otni qanday bartaraf etishni o'ylashdi. Ularning kannibal ekani darhol Turanni g'azablantirdi. U yashirin rejimini yoqib, vaziyatni nazoratga oldi. U tosh otib, elfning birini darhol bo'ynidan uzib tashladi. Hamrohi yonida do'stining boshi uzilib ketganini ko'rib vahimaga tushdi. U darhol o'zi boqqan maxluqlarni yig'ib oldi. Tiran elfga yana tashlandi, lekin bu qamaxluq kuchli kallasi bilan uni himoya qilib qoldi. Keyin buqa to'g'ri hujum kelgan tarafga otildi. Tiran yashiringan tomonga daraxtlarni sindirib yugurdi, ammo uni tuta olmadi. Elf sarosimada yashirinib yurgan dushman nimalarga qodirligini biladi. Shuning uchun maxluqlar yordamida uni qidirishni boshladi. Tiran yashirinish rejimidan chiqishga majbur bo'ldi va elf maxluqlarga hujum buyrug'ini berdi. Tiran darhol serishlatdi.
olovli hujum bilan bitta maxluqni yo'q qildi. Lekin tiklanib ulgurmay buqa unga tashlandi. Tiran zo'rg'a chetga sakrab qochib qoldi. Maxluqlar bunchalik chaqqon ekanidan Tiran o'zi ham hayratda qoldi. Yaxshiyamki, elflardan birini oldinroq yo'q qilgan ekan. To'satdan orqasidan kelgan maxluq uning oyog'idan tishlab oldi. Maxluq jagini qisdi. Tiran u bilan olishayotganda buqa uni urib, daraxtga uchirib yubordi. Tiran daraxtga qattiq urilib, og'riqdan dod deb yubordi. Qon tupurdi va yerga yiqildi. Tizzalab qolgan Tiranga elf uni o'ldirishdan oldin qiynashini aytdi. To'satdan o't elfning yuziga tepib, uni yerga qulatdi. Elf yordam so'radi va maxluqlar darhol otga tashlandi. Ular Tiranni butunlay unutishdi va bu katta xato bo'ldi. Chunki Tiran kuchli hujum bilan elfning boshini tanidan judo qildi. Elflar o'lgach maxluqlar ham g'oyib bo'ldi. Tiran esa holdan toyib tizzalariga yiqildi. Ot uning yoniga kelib hol ahvol so'radi. Tiran esa unga minnatdorchilik bildirdi. O'sha kechasi ot egasi uyg'onib, qarshisida notanish odamni ko'rib qotib qoldi. Tiran bemalol salomlashdi. Haligi odam esa kimligini so'radi. Tiran uni qorong'u elflar hujumidan qutqarib qolganini aytdi. O't uning yoniga keldi odam. Uni silab ismini Tilla deb tanishtirdi. Tiran bu haqiqatdan ham juda aqlli ot ekanini, o'z xo'jayinini qanday himoya qilishni bilishini aytdi. Odam Tiranga minnatdorchilik bildirib, o'zini Berk xonadonidan Aziz deb tanishtirdi. Tiran ham o'zini tanishtirdi va nima uchun qorong'u elflar bilan to'qnashib qolganini so'radi. Aziz shunday dedi. U shunchaki xizmatkorlari bilan ziyoratga ketayotgan edi. Hech bir sababsiz elflar hujum qildi. Aziz boshqa irqlar yovvoyi deb eshitgan ekan, lekin bunchalik bo'lishini kutmagandi. Aziz biroz yig'lab oldi va his-tuyg'ularini ko'rsatgani uchun Tirandan uzr so'radi. U o'zi uchun juda qadrli bo'lgan odamlarni yo'qotganini aytdi. Tiran esa ular oilasi edimi deb so'radi. Aziz ular ritsarlar va ziyoratda birga bo'lgan xizmatkorlar ekanini aytdi. Ular uni go'dakligidan tarbiyalagan, shuning uchun ham oiladek bo'lib qolishgandi. Tiran Aziz yaxshi odam ekanini darhol tushundi va u Azizdan qorong'u elflar soni qancha bo'lganini so'radi. U o'zi ikkitasini o'ldirishga muvaffaq bo'lgan edi. Aziz Tiranga ularning hammasini o'ldirib bo'lganini aytdi. Turan hududni kuzatishni boshladi. Ortlaridan hech kim poylab kelmayaptini, elflar yo'qligiga amin bo'lish kerak edi. Aziz esa imkoniyatdan foydalanib, Turandan hozir shoshilinch ishlari bor yo'qligini so'radi. Turan esa sirini ochdi, ayni damda o'z ziyoratini ado etayotgan ekan. Aziz hayron qoldi. Bunday katta kuchga ega bo'la turib, ziyoratda yurish galoti. U qiziqsinib so'radi balki. Turan qaysidir buyuk sulola vakilidir va nega bunchalik kuchli yigit yolg'iz yuribdi deb so'roqqa tutdi. Turan esa buni tushuntirish qiyinligini aytib, aslida unchalik kuchli emasligini qo'shimcha qildi. Uning aytishicha, g'alaba qozonishiga faqat to'satdan hujum qilgani sabab bo'lgan xolos. Bir elf bilan jang qilayotganda Tilli yordamga kelib vaziyatni o'nglagan edi. Ikkovlon bir-birining darajasini bilish uchun auralarini namoyish qila boshlashdi. Bu jarayon tugagach, Turan Azizdagi mana miqdorini ko'rib, shok holatiga tushdi. Agar o'sha qorong'u elflar manasini yutmaganida, Azizdagi zaxira undan ham ko'proq bo'lishni angladi. Aziz esa baribir Turanni olgan kuchli nasl vakili deb o'ylashda davom etardi. Hali u o'zining haqiqiy imkoniyatlar chegarasiga yetib bormaganiga ham ishonchi komil edi. Shuning uchun ham u nima sababdan bu yigit yolg'iz sayohat qilayotganiga tushuna olmasdi. Turanning esa aniq bir manzil tomon yo'l yo'q edi. Shunda Aziz unga Berk xonadoniga birga borishni taklif qildi. Hayotini saqlab qolgani va xavfsiz kuzatib qo'ygani uchun uni munosib taqdirlashini aytdi. Turan qanday qilib deya so'raganida, Aziz oilasi sehrli buyumlar yasovchi mohir ustalar ekanligini oshkor qildi. Ular shimoldagi buyuk Arabian sulolasining sodiq vassallari edi. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan sehrli qurolsozlar nasli haqida gapirib berdi va Turanga ishonch bilan va'da berdi. U uchun eng noyob, eng mukammal sehrli buyumni yasab berishini aytdi.